Keyin kuni keldi, ya'ni hech kimga indamayapman, subhanalloh. 31-avgust kuni payta tez tibbiy yordamda ishlayman. Ishlab chiqqanimdan keyin ertalabda 1-sentyabr kuni biz yo'lga chiqqanmiz. Onam, men, ikkita xolam Andijondan O'shga borganmiz. Subhanalloh, ketishligimiz ham agar hozirgi hojilarimizni taqdiriga tushadigan bo'lsa, bu ketishlik chiday olmasa kerak. Ya'ni qanday ketish desa, hozir to'g'ridan-to'g'ri reysda borib ham qiynalishyapti. O'shga o'tib, O'shdan Bishkekka uchganmiz. Bishkekdan Kuvaytga uchganmiz. Bishkekda 6 soat ajdaniya kutganmiz, kutib bo'lgan. Undan Kuvaytga uchganmiz. Kuvaytdan Jiddaga uchganmiz. Kuvaytda ham 6 soat vallohu alam turganmiz. Jiddaga uchib, endi qarang, Jiddadan Madinaga ketdik. Subhanalloh, taqriban 48 soat yo'lda yurdik. Alloh yetkizdi. Madina Munavvaraga yetib bordik, alhamdulillah. Yetib borib xonalarga joylashib, tezda qalblar talpanyapti. Masjid Nabaviyga yugurdik. Masjid Nabaviyda Rasululloh alayhissalomga salomlarni berib kirib, bu yerda namozlarda, ya'ni tahiyatul masjid namozi, shukr namozi, tuhfa Rasululloh namozlarini o'qib, bu yerda ibodat qilib chiqdik. Shu 3 kun bo'ladi, Madina Munavvarada turishlik bo'ladigan bo'lsa, otelimizga kirmadim deyarli. Makka Mukarramada ham shunday bo'ldi. 10 kun bu yerda turdik. Qaytishimiz ham xuddi shu yo'nalish bilan bo'ldi. Jiddadan Kuvaytga, Kuvaytda kutish, Kuvaytdan Bishkekka, Bishkekda kutish, Bishkekdan O'shga uchishimiz kerak. Bishkekdan O'shga uchishimiz kerak 16-sentyabr kuni. Qirg'izistonliklar bilan chegarada tojiklar urushib ketib qolgan. Qirg'iz tojiklar chegarada urushib ketib, avtomatlar, aeroportlar chip svetlar hamma yo'qolishdi. Biz qolib ketib o'tiribmiz. Samolyotda biletimiz qo'limizda turibdi, samolyotga sig'maymiz, subhanalloh. O'sha uchib ketdi, biz sheriklar borib qo'nib uylariga ketdi. Biz kech paytki reysda hamma yoqdan chigandan keyin yana aviaqatnovlar yo'lga qo'yilib, shundan keyin uchdik. Qaytishda ham, ketishda ham 48 soat, ya'ni 2 sutka davom etganda bordi keldi. Juda ham mazmunli, yaxshi o'tgan, ya'ni o'zim uchun birinchi muhabbatimdek eslaydigan, ya'ni safarim, bu umra safarim, shu birinchi umra safarim bo'ldi.